198 ming so'mga sushi zakaz qildim. Mazasini ko'ramiz. Men sushilarni ajaliman. Sushi rosa yaxshi ko'raman. O'lgidek yaxshi ko'raman. Bilmayman nimaga har kuni bemalol yeyolmayman. Midamga tegmaydi. Ayniqsa pishirilmagan salmon balig'i. Qaranglar. Va bunisi sal boshqacha. Souslar. Qaranglar. Birinchi shundan boshlaymiz. Men bilmayman. Birinchi shundan boshlaymiz. Qani, bismillah. Qaranglar, ustiga qanaqadir sous qilib qo'ygan, ichi to'la pishirilmagan salmon balig'i. Bismillah. Ichida guruch ham bor ekan. Ondan 100. Вообще maza. Ben shuni boshida qo'limga nima qildi? Men boshida shuni chesnok deb o'ylaganman, lekin bu chesnok emas, piyoz ekan. O'zbekistonda ham shunaqa bormi? Wow.